Aziz obunachilar, Mercedes'imizni mijozimiz keldi. Короче, ovoz juda ham baland. Juda ham g'alati hid chiqyapti. Hovliga ertalab zavod qilganda turib bo'lmaydigan darajada ko'zlarni dimog'ini achib o'radigan hid bezovta qilyapti deb kelishdi. Katalizatorlarni yechib ko'rgandik, ichi pryamoy bo'm-bo'sh bo'lib yotibdi. To'rtta katalizator bo'ladi bular. Ikkita tepadagisini ichiga turba qo'yib pryamoy qilib qo'yishgan ekan. Ikkitasida hech narsa yo'q. Hozir bularning katalizatorlarini hammasini ochamiz, ichiga cho'tka katalizator qo'yib yig'ib beramiz. 4 ta katalizatorimiz 2 million so'm bo'lyapti ish haqlari bilan. Sizlarga ham shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, Olim Masterga aloqaga chiqinglar, podpisatsiya qilinglar. Instagramdan Olim Master deb yozsalaringiz chiqib keladi. Videolarimizni kuzatishda davom etinglar.